insof bo'lmaysiz. 2 kunga taqillat tashlaganingizga 15 million olasiz. Asabimga tegma. 2 kun taqillat tashlash uchun men birovni qo'liga 10 yil shogird bo'lganman. Tushunayapsanmi? Azamat, buz buni o'yin. Ustobo, men shu tomini yopish kerak-da. Bal 2 kishi bo'lib 3 kunga yopib tashlaymiz, 17 million so'm berasiz. Ha, 3 kunga 17 million, ustobo. 2 kishi. Bunaqa pulni davlat ishchilar ham topolmaydi, ustobo. Jalajon, davlat ishchilari oq-ko'ylar, kostyum shumchalarga 4 yil o'qiydi. Biza 10 yil birovni qo'liga shogird tushganmiz. Ma'qul kelsa shu, bo'lmasa ko'taring ishingizni. Azamat, zakaz katta olarganmisan deyman, chaqir, biz o'zi qaysi tomonga turibmiz hozir? Qamash poskani yoniga Chimqo'rg'on chorrahasiga turibmiz, ustobo. Ha, ustobo, Qashqadaryo avtosaloniga nima qilyapsizlar? Prorabjon, Azamat bilan voleybol o'ynaymiz bu avtosalonda. Ustolarga ham pul ko'payib ketdi. Mashina olibsizlarmi? Sizlar savdogarlik qilinglar, katta mansablarga o'tiringlar, naqd pulga Malibu tag'o olinglar, hech kim gapirmaydi. Bizda bo'lib to'lashga bir mashina olmoqchi bo'lsak, sizlar ko'ra olmanglar. Umuman, siz o'zi nima qilyapsiz Qashqadaryoga? Mashina olmoqchiman, ustobo. Trekker oling bo'lmasa mana, ha? Ha, trekker oling 25% dan 60% gacha boshlang'ich to'lov. 36 oydan 60 oygacha to'lasangiz bo'ladi. Yoki 12 oling. Bu ham shundoq. Ha? Yo Damas oling, jura sizga mos prorablarga. Damas olsangiz ham 25% dan 60% gacha, 16 oyda 36 oygacha to'laysiz. Prorabdagi asosiysi qo'shimcha foizlarsiz. Ya, ustobo, men taqa olaman bitta. Prorablar ham kuchayib ketdi azam. Qachon bizlarni tushunasizlar, prorabjon? Sizlar kondisioner tagiga, yaxshitakkina xonaga mazza qilib o'tirib olib pul ishlab topasizlar. Bizda issiq demay, yomg'ir demay, nam demay ishlaymiz. Lekin bizda ishlab topgan pul sizlarga katta ko'rinadi. Bu turfa gullardan, bu turfa gullardan